Sizlarga kimdir bilar, kimdir bilmas. Kichkinagina lifehack deydimi, maslahat deydimi, shunaqa bir narsa ko'rsatmoqchiman. Amerikada kun sovuq bo'ladi. Mana bunaqa traklar haydaydiganlar o'zlari yaxshi biladi. Kunduz sovug'ida salarga muzlab qolish darajasiga boradi. O'sha payt aslida mana bugun -11 gradus. Shunaqa paytda salarkaga qo'shiladigan gel bor. Hozir sizlarga ko'rsataman bu gelni. Mana bunaqa gel bo'ladi bu, Hovis. Ya'ni bu kunduz sovug'ida aslida o'zi havo 0 gradusga tushganda qo'shilish kerak. Buni bir donasi 120 gallonga qo'shiladi. Mana balkim ikkita bak, bir tomoni 100 lik, bir tomoni 100 lik, 200 gallon, 200 gallonga men ikkita qo'shaman. Buni qayerdan olamiz deyishlaringiz mumkin. Bu aslida gas stationlarda, truck stoplarda sotiladi. Ozgincha qimmati $20-25 atrofida turadi. Mirandis, Walmart degan magazinlardan olsalaringiz, o'sha yerda $12 turadi. Qimmat turmaydi. Aslida buni 0 gradus tushganda qo'shish kerak. Men hozir bunga har bitta tomonimga bittadan qo'shib o'raman. Keyin bemalol qilaversam bo'ladi, yursam bo'ladi. Salarka muzlamaydi. Yursa muzlamaydi deyishlaringiz mumkin. Kunduz shunchalik sovuq bo'lganda, даже trak yurib ketayotganda ham muzlab qoladi. O'shani ham esdan chiqarmaslik kerak. Ozgina. Mana. Tomoniga soldik. Ikki tomoniga olamiz.